seksga tayyorlanish kerak. Bizda ko'p ayollar shunaqa qiladi, geldilar do'shasi bilan yuvadi chiqadi. Prosta ayollar qilib boradi. Kimlardir og'ziga tashlab olgisi keladi. Erim oyog'imni yalaydi bugun. Yalataymi boribsam, yalataman. Mana bunaqa desachi, jalabcha desachi, yo'q, u shunaqa bo'lishi kerak-da. Ha, spinneri ham yaxshisi bo'lishi kerak. Kruglый video tashiyman. Bo'ldi, u keladi. Senga qilganimni xotinimga qilganimda, xotinim meni mana shundoq qo'yardi deydi. Qilish kerak edi xotinim. Xotinim senga o'xshamaydi deb. Shu qilib, kulib, keyin erkak kishi xohlagandan keyin уже yo'q, men buni xohlayapman deb, ana ayol kishi nima etsa, o'shani sharaqlatib olib kelib beradi. Ko'pchilik ikkinchi, uchinchisini ham xohlab erkakni to'ydirib qo'yish kerak. Должен san и spalni dusha olaman deb bo'ladi. Qaynona bola chaqa qiladi, erga o'zini ayollik jozibasini ko'rsatib bera olmaydi. Undan oldin erim boshqacha edi, keyin o'zgarib qoldi. Ayollar ko'proq erini o'ziga qaratib olish kerak. Er bilan sal ochiqroq kiyimda ochiqroq gaplashsa bo'ladi. Yetish kerak-da уже. Yoki yechintirish kerak. Misol uchun kimdir tagida, kimdir ustida bo'ladi. Chunki ko'chada tsolkaga yuradigan qizga faqat puli kerak, er kerak emas. Ko'pchilik erkaklar неудачный minutga uchrab qoladi. Baqirib, ovoz bilan ko'zlarini suzib, mazza qilayotganini bilsa, erkak kishi o'shandan keyin mazza qilishni boshlaydi. Oddiy qo'lingizda shunday holat deysiz, уже erkak kishi уже o'chadi o'sha joyda. Hozir uyga boring, men sizga mana shu nazorat o'xshadim, chaqirib beraman. Nozik psixologiya 18+ kursimizga ulanib olinglar, joylar kam qoldi. Test profilga o'tib, sotib olsanglar bo'ladi kursimizni. O'sha yerda sizlarga 100% garantiya bilan turmush o'rtog'inglarni yana ham ichki tuyg'ularni yondirib, sizlarga bo'lgan muhabbatini ochiq, oydin, nima deydi, shunday ko'rsatib beradi deya, короче, o'tib olamiz tezroq.